Yuzingiz qizargan, tonalkasiz, makiyajsiz ko'chaga chiqa olmaysiz. Makiyajingizni yechganingizdan keyin oynaga qarasangiz, shundoq mana bu qizarishlar, til tomirlarning kengayishi sizni bezovta qilyapti. Ko'chaga chiqishdan xijolatsiz, jamoatga qo'shilishdan xijolatsiz. Yoki shu tonalkani surish уже joningizga tegib ketdi. Yillar davomida shunaqa qiyinchilik bo'lyapti sizda. Tonalka surasiz, yuzingiz nafas olgandek bo'lmaydi. Avvalgi yurganlaringizni eslaysiz. Tonalkasiz yuzlaringiz shundoq bir yaxshi, yarqirab yurgan paytlarga qaytgingiz kelyaptimi? Yechimi bor. Mana shu bugungi kunda dunyoda tan olingan oxirgi rusumdagi lazerimiz Amerikadan olib kelingan, aynan shu muammoga qaratilgan. Yuz qizarishi, toshmalar, tomirchalarning kengayishi, yengil quyoshdan qolgan dog'lar, sepkillar bo'lsa, marhamat kelishingiz mumkin. 15-20 daqiqada hal bo'ladi masala.